Do'stlar, kompyuter sborkadagi eng asosiy xatolardan biri mana shu sborkada yo'l qo'yilgan. Ko'rib turganlaringizdek, ikkita 16 li operativka qo'yilgan, lekin bu yerda dual kanal ishlamaydi. Sababi o'zing ko'zingiz bilan ko'rib turibsizlar. Dual kanal ishlamasligi uchun yonma operativka qo'yib qo'yilgan. Bu kompyuterda 7 ta kuller bor, 7 ta kuller 4 xil. Hammasi har xil yonadi, bir-biri bilan tushunmaydi nima bo'lib turganini. Shu sababdan kabel menejmenti umuman gapirib bo'lmaydi. Ahvolni ko'rib turibsizlar. Kabel tomonini hozir ko'radigan bo'lsangiz, mana blok Vitaliani kabellari bir ajoyib bo'lib turibdi. Mana shularni iloji boricha sal kabel bashara qilishga harakat qilamiz. Odam basharada bo'lmaydi chunki. Judayam achinarli holat. Mana shu joyda ham 24 pin kabelimiz yaxshi tiqilmagan sababli mana ko'rib turibsizlar. Shuni ham hozir sal chiroyli qilib to'g'irlab beramiz. To'g'ri ishlamasligining sababi mana Jonesbo operativkalarimiz hozir ko'rsatib o'tamiz yana. Jonesbo operativkalar